Otabek aka, o'zingizga uy qurganingizda nimalarni tanlagan bo'lardingiz? G'ish yoki penoblok? G'isht tanlardim, ancha mustahkamroq va ovozi yaxshi izolyatsiya qiladi. Gipsokarton yoki natijnoy patolog? Albatta gipskarton yaxshiroq, ancha premium ko'rinadi. Kafel yoki keramogranit? Keramogranit yaxshiroq, zichligi yuqoriligi sabab ancha muddat xizmat qiladi. Tayyor mebel yoki buyurtma mebel? Ikkalasi ham yaxshi, buyurtma mebel joyingizga ideal tushsa, tayyor mebel ko'proq premiumlik qo'shadi. Och rangli yoki to'q rangli? Albatta och ranglar yaxshi, xonani kengroq, yorug'roq va zamonaviy ko'rsatadi. Bozor tashqi eshiklari yoki premium MDS dors eshiklari? 100% MDS dors eshiklari. Sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Modern uslubida uy qurish yoki minimalizm uslubida uy qurish? Minimalizm tanlagan bo'lardim, oddiylik hech qachon modadan qolmaydi. Avval dizayn qilish yoki dizaynsiz qurilish? Albatta avval dizayn qilish, oldindan nima bo'lishini ko'ra olaman va yaxshigina xarajatlarimni tejayman. Otabek aka, uy qurishda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilishim kerak? Sahifamga albatta obuna bo'lib, bu videoni qurilish boshlayman degan tanishingizga yuborib qo'ying, eng foydali ma'lumotlarni berib boraman.